Bolajonlarim 7 oylik bo'lib qolishdi. Ularga qo'shimcha ovqatlarni berib boshladim. Shu haqida video tayyorladim. Videoni oxirigacha ko'ring va menga podpiska bo'lib qo'ying. Bu video siz uchun ham manfaatli bo'lishi mumkin. Ertalab soat 8larda bondi pechenye beraman. Bu pechenye 5 oylikdan bemalol mumkin. Bolajonlarim esa 7 oylikka yaqinlashib qolishgan. Bu pechenyeni mazza qilib yeyishadi. Ularga juda ham yoqadi. Talashib, tortishib yeb qo'yishadi ikkalasi ham. Keyin soat 10larda banan ezib beraman. Bananni ham mazza qilib yeb olishadi. Obedlarga borib esa olmani shunaqa postini tozalab, bug'da pishiraman. Birinchi navbatda kastrulkaga tagiga guruch soldim, ustiga esa olmalarimni shunaqa qilib setkaga terib chiqdim. Men uyimdagi bor narsadan foydalanib, bolajonlarimni qornini to'yg'ish uchun harakat qilyapman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shunaqa puyra holatda qilib beraman. Kechga qaynatilgan tovuq go'shti, qaynatilgan guruch ikkalasini puyra holatiga keltirib beraman. Bularni hammasini bolajonlarim sevib, yaxshi ko'rib yeyishadi. Bu faqat 1 kunlik ovqatlanish ratsioni. Menda 7 kunlik ovqatlanish ratsioni retseptlari bor. Menga obuna bo'lib qo'ying, kuzatishda davom eting. Sizlarga retseptlarimni bo'lishib boraman. Bu ularning kechki qo'shimchalari. Buni ham mazza qilib yeb olishadi.